Assalomu alaykum barchaga. Sizlar bilan bugun bo'g'im kasalliklariga kirish qilamiz hamda asosiy kasalligimiz bo'lgan osteoartrit haqida gaplashib o'tamiz. Demak, dastlab bo'g'im haqida. Bo'g'im bu ikki yoki ko'p, ikki yoki undan ortiq suyaklar orasida hosil bo'ladigan anatomik tuzilma hisoblanadi bo'g'im. Va asosiy patologiyalar sinovial bo'g'imlarda kuzatiladi, ya'ni unda sinovial membrana, sinovial suyuqliklari bo'lgan bo'g'imlarda kuzatiladi va suyaklar yuzasi gialinli tog'ay bilan qoplangan hisoblanadi. Bu nimaga kerak? Suyakning ustini ishqalanishini kamaytirish, amortizatsiya, umuman bo'g'imni himoya qilish vazifasini bajaradi va unda kollagenning ikkinchi tipi uchraydi asosan. Bo'g'imni o'zini kapsulasi bo'ladi va ichini bo'g'im suyuqligi to'ldirib turadi. Demak, mana bu joyda ko'rishimiz mumkin. Bo'g'im keltirilgan, ikkita tomondan suyak, sinovial membrana, tog'ay va ichini to'ldirib turadigan sinovial suyuqlik demak hisoblanadi. Bo'g'im tuzilishi bu qisqacha. Endi xondrotsitlar degan asosiy tuzilmalar haqida gaplashamiz. Bular qayerda joylashgan? Mana bu joyda ko'rishimiz mumkin. Bu gialin, mana tog'ayi. Yozuvi yaxshi ko'rinmay qolibdi. Gialin tog'ay. O'rtada turgan mana bu tuzilmalar, hujayralar, bular xondrotsitlar hisoblanadi. Mana bu joyda mana ko'rinishi oqib ko'rinyapti. Ularning orasini bo'shlig'ini mana to'ldirib turgan tuzilma esa matriks deyiladi. Yoki buni ekstrasellyulyar matriks deydi. Umuman mana shu tog'ayning tuzilishi xondrotsitlar va ekstrasellyulyar matriksdan tashkil topgan. Endi xondrotsitlarning vazifasini ko'rib chiqamiz. Nima vazifalarni bajarar ekan? Demak, xondrotsitlar birinchi o'rinda tog'ayning ekstrasellyulyar matriksini sintezlanishini hamda uning normal faoliyatini ta'minlaydi. Demak, xondrotsitlar mana bu joy o'zi bo'lsa, atrofini to'ldirib turadigan matriksni ham sintezlanishini xondrotsitlar ta'minlar ekan. Ya'ni kollagenning ikkinchi tipini sintezlaydi. Buni vazifasi kollagen tog'ayning asosiy kuch birligi va tuzilma birligi hisoblanadi. Bundan tashqari proteoglikanni sintezlaydi. Proteoglikanlar degan bu tuzilmalar, uning tarkibidagi asosiy proteoglikan turi bu agrekan degan turi hisoblanadi. Uning vazifasi tog'aydagi suv balansi va amortizatsiya vazifasini bajaradi. Bundan tashqari glikoproteinlarni sintez qiladi. Bular ham tog'ayga struktur birlik sifatida ishtirok etadi. Xo'p, bundan tashqari tog'ayning mana shu tuzilmalarini sintezi va degradatsiyasini balans qiladi. Ya'ni ham yemirilishini, ham sintezlanishini o'zi ta'minlar ekan. Xuddi mana suyakning o'zida osteoblast, osteoklastlar bor-ku, bittasi sintez qilib, bittasi yemirib ketaveradi. Shuning uchun ham suyak sekin-asta o'sib, yangilanib boradi. Tog'ayda ham xuddi shunaqa, ham sintezlanib, ham parchalanib, yangilanib turadi doim. Va buning uchun matrix metalloproteinazalar va ularning ingibitorlarini sintezlaydi. Matrix metalloproteinazalarning vazifasi tog'ayni parchalash, degradatsiya qilish. Uning ingibitorlari esa, demak, metalloproteinazalar ingiberlab, uni parchalash xususiyatini kamaytiradi. Bundan tashqari mexanik stressga nisbatan javob beradi. Mexanik stress bu ko'p nagruzka tushishi, o'sha bo'g'imga ko'p yuklama tushishi hisoblanadi. O'sha paytda u kollagen sintezini oshirish yoki proteoglikan sintezini oshirish orqali mexanik stressga javob beradi. Ya'ni tog'ayning xususiyatlarini o'zgartiradi. Ko'proq elastik qiladi, ko'proq qattiqlashtiradi yoki yumshatadi, shunaqa qilib o'sha xususiyatini o'zgartirgan holatda stressga nisbatan javob beradi. Va oxirgisi yallig'lanishni nazorat qilish. Demak, xondrotsitlarning o'zi interleykinlar va o'sma nekroz faktori, tumor nekroz faktori ishlab chiqarib, yallig'lanish jarayonini boshlab beradi. Bundan tashqari, aytdik, metalloproteinazalar va agrekanazalar sintezlanadi. Agrekanaza mana bu gaplashdik, agrekan degan proteoglikanni o'shani parchalanishini ta'minlaydi. Endi artritlar nima degani? Artritlar bu o'sha yoyilmasi bo'g'imni yallig'lanishi, ya'ni itis qo'shimchasi yallig'lanishni beradi. Xo'p. Endi demak, bo'g'im yallig'lanish va asosiy og'riq o'sha bo'g'imni issiqligi, ya'ni qizishi hamda bo'g'im karaxtligi bilan namoyon bo'ladi, asosiy artrit belgilari. Xo'p, karaxtlik nima degani? Bo'g'imni ishlata olmaslik bir qancha muddat, masalan, uyg'ongandan keyin yoki qanchadir muddatgacha bo'g'im yaxshi ishlamay qoladi. Mana shu bo'g'im karaxtligi deyiladi. Bu stiffness deyiladi inglizchasiga. O'sha karaxtlik deb tarjima qilamiz. Xo'p, turlari asosiy osteoartrit,
Reumatoid artrit, septik artrit, podagra, psoriatik artrit va reaktiv artritlar kiradi. Biz bugun sizlar bilan demak osteoartritni gaplashar ekanmiz. Xo'p, osteoartrit biz buni osteoartroz deb ham eshitamiz. Bu nima degani? O'zi ikkalasi bir xil kasallikka nisbatan ishlatiladi. Faqatgina osteoartrozda ko'proq ma'nosida degenerativ o'zgarishlar yotadi. Osteoartrit degani ko'proq yallig'lanishli mexanizmlar yotadi. Osteoartrozda esa bu nisbatan kengroq tushuncha bo'lib, degenerativ jarayon. Umuman olganda ikkalasi bitta kasallikka nisbatan ishlatiladi. Demak, osteoartrit bu suyakning yallig'lanuvchi va degenerativ kasalligi hisoblanadi, ya'ni bo'g'imlarning. Eng ko'p uchrovchi artrit turi hisoblanadi va bo'g'im tog'ayning progressiv degeneratsiyasi yoki degeneratsiyasi deymiz. Ya'ni o'sha bo'g'imni boyagi qoplab turgan suyak yuzalarini qoplab turgan tog'aylar sekin astalik bilan parchalanib, qo'pol ya'ni yemirilib boradi. Endi bunga xavf omillar nima bo'ladi? Xavf omillar va etiologiya deb ketsak bo'ladi, chunki buni qo'zg'atadigan bir qo'zg'atuvchi yo'q hech qanaqa. Shunchaki mana shu xavf omillari ko'payib borgan sari bu kasallik rivojlanishi ortib boraveradi. Masalan, 60 yoshdan oshgandan keyin jinsga nisbatan olsak ayollarda ko'proq bo'ladi. Bu estrogen bilan bog'liq, progesteron bilan bog'liq va semizlik bo'lgandan keyin ko'proq oyoqqa yuklama tushadi. Shuning uchun oyoqni masalan ayniqsa tizza bo'g'imlarida osteoartrit rivojlanadi. Travmalar, oyoqqa turli xil shikast etishlar natijasida ham bo'lishi mumkin, qaysi bo'g'imga. Va endokrin sabablar, kalsiy almashinuv, fosfor almashinuv buzilishi, ya'ni parad gormoni miqdoridagi o'zgarishlar yoki sabab bo'lishi mumkin. Endi lokatsiyasi, asosan qaysi joylarda uchraydi? Eng ko'p tizza bo'g'imida uchrar ekan, 75%. Nimaga? Chunki tananing asosiy massasi tushadigan bo'g'im bu tizza bo'g'imi va eng katta bo'g'im ham tizza bo'g'imi hisoblanadi. Shuning uchun tizza bo'g'imida ko'proq uchraydi. Qo'l panjasida ham uchraydi. DIP va PIP bo'g'imlarida. DIP, PIP nima? Mana bu yerda ko'rishimiz mumkin. Distal interphalangeal joint deyiladi. Ya'ni mana bu suyaklar falangi suyaklari. Distal bo'g'imlari yoki PIP, proximal interphalangeal joint. Ya'ni proximal mana bo'g'imlar. Proximal va distal bo'g'imlarda uchraydi. MCP joint mana bu metacarpophalangeal joint. Mana bu metacarpal suyak deyiladi. Mana bu phalangeal suyak. Uning orasida metacarpophalangeal bo'g'imlar shakllanadi, lekin unda uchramaydi. Ya'ni mana MCP bo'g'imlarda uchramaydi. Buni boshqa bo'g'im kasalliklari bilan differensial diagnostika qilishda ishlatsak bo'ladi. Va umurtqa pog'onasida ham uchrashi mumkin, bo'yinning pastki qismlari va bel umurtqalarida. Va son chanoq bo'g'imida ham kamroq uchrashi mumkin. Pastga qarab uchrash ehtimoli kamayib boradi, eng ko'p tizzada. Demak, mana bu joyda ko'rishimiz mumkin asosiy ikkita kasallik osteoartrit va reumatoid artritda mana qaysi bo'g'imlarda bo'lishi ko'rsatilgan. Xo'p, mana DIP joint, PIP joint. Osteoartritda bo'lgan mana bu bo'g'imda mana shikastlanmagan metacarpophalangeal joint. Reumatoid artritda mana bu distallar shikastlanmayapti-da, proximal bilan MCP jointlar demak shikastlanyapti. Demak, shunaqa farq qilsak bo'ladi. Endi patogenezi. Bu kasallikni patogenezi qay ko'rinishda kechadi? Demak, mexanik stress, qarish, genetik va metabolik faktorlar barchasi yig'ilib, ya'ni bir nechtasi keladi-da bu. Xondrotsitlarning disfunksiyasiga sabab bo'ladi. Xondrotsitlar disfunksiya bo'lgandan keyin, ya'ni tog'ayning ichidagi tuzilmalar bu xondrotsit. Matrix metalloproteinazalarni sintezlaydi. Bu matrix metalloproteinazalar kollagen va proteoglikanlarni parchalanishiga olib keladi. Ya'ni matriksning asosiy tuzilmasi hisoblanadi bu kollagen va proteoglikan, ularni parchalayapti. Bundan tashqari agrekanazalarni sintezlaydi. Agrekanazalar agrekan nomli proteoglikanni parchalanishiga olib keladi. Umuman matriksni ushlab turgan mana asosiy kollagen, proteoglikan, agrekanlar parchalanyapti. Natijada nima bo'ladi? Tog'ay yupqalashadi, yumshaydi. Ya'ni soft cartilage deyiladi. Yumshab qoladi. Va ularning regeneratsiyasi buziladi. Qayta tiklanish jarayoni ham buziladi.
Bundan keyingi jarayonlar endi tog'adagi o'zgarishlar yuzaga keldi va tog'ayni ostida suyak bor. U subxondral qism deyiladi. Subxondral suyak o'zgarishlariga ham sabab bo'ladi. Va keyinchalik klinik belgilar namoyon bo'ladi. Og'riq, stiffness, o'sha holatlar, issiqlik. Unga parallel ravishda mana bu shikastlandiku tog'aylar. O'sha tog'aylar shikastlangandan keyin o'zidan damps ajratadi. Buni yoyilmasi damage associated molecular patterns. O'zbekcha qilib tushuntirsam, hujayralar shikastlangan payt uni mahsulotlari chiqadi-ku, o'sha chiqqan mahsulotlar immun javob chaqiradi. Ya'ni mahsulotlar chiqib antigenlik namoyon qiladida, o'zini o'zi tozalash uchun organizm o'sha jarayon, o'sha parchalangan mahsulotlarni yo'q qilib oladi. O'sha chiqadigan mahsulotlar damps deyiladi. Shikastlangan tog'aylar o'zidan damps ajratadi va ular immun javob chaqiradi, qo'zg'atadi va xondrotsitlar tomonidan yallig'lanish sitokinlari ishlab chiqariladi. Interleykin 1 beta, TNF alfa, interleykin 6 ishlab chiqariladi. Ular esa immun hujayralarni o'sha joyga jalb qilib, sinovitni keltirib chiqaradi, bo'g'im yallig'lanishini. Natijada yana klinik belgilarga bu ham sabab bo'ladi. Mana shu jarayonlar asosiy patogenez hisoblanadi. Osteoartritni yallig'lanishsiz artrit ham deyiladi qo'shtirnoqchada. Nimaga? O'zi yallig'lanish bo'ladi, osteoartrit bo'ladi, lekin yallig'lanishsiz deyilishiga sabab undagi leykositlar sonining juda ham kamligi, ya'ni sinovial suyuqlikda, qonda emas. Quyida bir nechta kasalliklar va ulardagi leykositlar soni o'zgarishi ko'rsatilgan shu sinovial suyuqlikda. Normal holatda sinovial suyuqlikda 200 tadan kam bo'ladi leykositlar soni. Osteoartritda 200 tadan 2000 tagacha bo'ladi. Reumatoid artritda 2000 dan 50 mingtagacha, podagrada ham 2000 dan 50 mingtagacha, septik artritda esa eng yuqori 50 mingdan ham ko'p bo'ladi. Eng kam qaysi kasallikda uchrayapti? Bu osteoartritda. Deyarli normaga yaqin, normadan biroz ko'tariladi xolos. Shuning uchun ham buni yallig'lanishsiz artrit, chunki leykositlar juda ham kam ishtirok etyapti ushbu kasallikni patofiziologiyasida. Shuning uchun ham yallig'lanishsiz artrit deb degan qo'shtirnoqchidagi nomi bor bu kasallikning. Xo'p, endi bu kasallikning klinik namoyon bo'lishi qanday? Birinchi o'rinda og'riq, bu tabiiy. Va bo'g'imni qachonki harakatlantirganimizda bu og'riq kuchayadi. Gel fenomeni va ertalabki karaxtlik, morning stiffness. Gel fenomeni biroz yengil darajada kechadi, reumatoid artritlarda og'irroq kechadi. Gel fenomeni, ya'ni bu karaxtlikka sabab bo'luvchi fenomen. Mana uxlaganda odam, dam olganda sekin asta o'sha yallig'lanish mahsulotlari, immun hujayralar bo'g'imlarda to'planib, gel simon bo'lib, bo'g'imni ishlashini qiyinlashtiradigan darajada bo'lib qoladi. Va o'shandan keyin 30 daqiqagacha ertalab turgan payt o'sha shikastlangan bo'g'imni odam harakatlantirishga qiynaladi. Biroz ishlatib turgandan keyin 30 daqiqadan keyin sekin yengillashadi harakat. Boshqa reumatoid artritlarda gel fenomeni kuchliroq kechadi va karaxtlik ham 2 soatgacha bo'lishi mumkin. Va bo'g'im shikastlanishi asimmetrik, ya'ni bitta oyoqda bo'lishi mumkin, bitta qo'lda bo'lishi mumkin. Shuna qilib simmetrik kechmaydi. Va oligoartrit tipida, ya'ni ko'p bo'g'imlar zararlanmaydi, bir nechta bo'g'imlar zararlanadi. Ya'ni birdaniga hamma bo'g'imlar, ko'p bo'g'imlar zararlanib ketmaydi. Bu belgilarni eslab qolasizlar, chunki keyingi reumatoid artrit, septik artrit, spondil artritlarda demak buni farqlashda qatnashadi bu belgilar. Xo'p, krepitatsiya, ya'ni ishlatganda g'ichirlash yoki o'sha soch ishqalaganda, qor bosganda chiqadigan g'ichirlagan ovoz eshitiladi. Giberden va bushard tugunlari. Giberden bu DIP jointlarda, mana bu distal. Mana bular Giberden tugunlari. Bushardlar PIPda mana bu joyda bushard tugunlari shakllanadi. Va bo'g'imdan tashqari belgilarning kuzatilmasligi. Boshqa kasalliklarda, boshqa bo'g'im kasalliklarida, masalan, konjunkt berish mumkin yoki boshqa azot sistemalariga berish mumkin. Lekin bu kasallikda bo'g'imdan tashqari belgi kuzatilmaydi. Hamma belgi bo'g'imda bo'ladi. Keyinchalik kechki asoratlaridan varusli yoki valgusli deformatsiyalar. Masalan, mana oyoq bo'lsa tekis turibdi, mana bu normal oyoq deylik. Varuslida mana bunaqa X bo'lib qoladi, tizza ichkariga qayrilib qoladi. Valguslida mana tizza tashqariga qayrilib qoladi, osimon bo'lib o'zgarish bo'lib qoladi oyoq. Bu varusli va valgusli deformatsiya hisoblanadi. Bu bo'g'imlarning chala chiqishlari, bu ham kechki asoratlarga misol bo'ladi. Endi ushbu kasallikni, osteoartritni rentgen belgilarini ko'rib chiqamiz.
Birinchi o'rinda bo'g'im bo'shlig'ini torayishi, asimetrik torayishi. Mana. Xo'p, mana bu joyda ko'rishingiz mumkin. Mana bu joyda mana bo'g'im bo'shlig'i normal. Bu normal tizza mana. Va narrow joint space. Mana. Toraygan mana. Bir-biriga chunki tog'ay ushlab turadi-ku, orasini ajratib turadi. O'sha tog'ay yemilganligi uchun mana bu joy torayib ketgan. Mana bu joyda qora bu bemalol ko'rinib turibdi bunda. Bu yog'i kengda, bu yog'i tor. Bu yog'i keng, bu yog'i tor. Shuning uchun ham asimetrik bo'g'im torayishi hisoblanadi. Keyingisi bo'g'im sichqonchasi belgisi. Xo'p, mana bu joyda mana. Joint mouse. Suyak yoki tog'aylar ko'chib, asosan suyak bir qismi ko'chib, o'sha bo'g'imda erkin holatda aylanib yuradi. Shuning uchun ham bo'g'im sichqonchasi deb ataladi. Bu biroz kechroq bosqichlarda kuzatiladi, suyaklargacha, demak, ta'sir qilgandan keyin. Keyingisi osteofitlar. Ya'ni, hop, mana osteofit formation. Suyakning bir qismi o'sganga o'xshab chiqib turadi mana. Aslida mana bo'g'im mana bunday ketish kerak. Mana bu joy mana o'sib qolgan mana. Uchi chiqib o'sib qolgan. Xo'p, subxondral skleroz. Ya'ni mana bu joyda ko'rishingiz mumkin. Mana bu joyda mana. Normada suyakni mana bo'g'im, o'sha joyda tog'ay ham bor. Tog'ayning tagidagi suyaklarni ko'rinishi bir xil. Ya'ni bir joyida soyalanmagan, bir joyi oqarmagan, qoraymagan, bir xil turibdi. Bu joyda mana subxondral sklerozda bir chiziq bo'lib oqarib qolgan mana bu joy. Tog'ayning tagi oqargan. Bir xil emas, mana bu joy oqargan. Mana skleroz deyiladi. Bundan tashqari subxondral kistalar. Ya'ni o'sha suyak kistalari ham shakllanishi mumkin. Chunki o'sha joy ochiladi-da, bo'g'im suyuqligi o'sha joyni to'ldirib, subxondral kistani hosil qiladi. Endi mana shu rentgen o'zgarishlariga ko'ra osteoartritning rentgen bosqichlari bor. Bu tashxis qo'yilganda rentgen bosqichi ham yoniga qo'yiladi. Masalan, rentgen bosqichi 1-daraja, 2-chi, 3-chi daraja deb qo'yiladi. Qanday ajratamiz? 1-darajada bo'g'im yorug'i hali toraymagan va kam ifodalangan osteofitlar, hali osteofitlar unaqa rivojlanmagan. 2-daraja ifodalangan osteofitlar yaqqol ko'rinadi va bo'g'im yorug'i bir ozgina toraygan. 3-bosqich osteofitlar ko'paygan, bo'g'im yorug'i torayishi ham yaqqol ifodalangan va suyaklar bo'g'im yuzasining biroz deformatsiyasi, ya'ni o'sha suyaklargacha deformatsiya boshlangan degan va subxondral osteoskleroz ham boshlangan. 4-daraja keskin ifodalangan ko'p osteofitlar juda ham ko'p. Bo'g'im yorug'ini torayishi ham keskin ifodalangan va suyaklarning bo'g'im yuzasining yaqqol deformatsiyasi hisoblanadi. Shunaqa qilib 4 darajasi farqlanadi. Endi mana bu joyda bo'lingan normal bo'g'im va osteoartritdagi demak farqlar. Demak, mana normalda joint capsule and synovial lining. Mana bu chiziq kapsula bilan suyakning chizig'i yaqqol ifodalangan ko'rinib turibdi. Bunda esa thickened capsule, kapsula qalinlashgan. Mana ko'k rang kapsula. Sinovial bo'shliq mana turibdi. Bunda sinovial bo'shliq torayib ketgan. Tog'ay mana tekis turibdi. Bu yoqda mana parchalanib, yemirilib, suyaklar ochilib qolgan. Va suyak mana tekiskina turibdi. Mana bu joyda mana osteofit mana qanaqa ko'rinib chiqib turibdi. Loose bodies yoki o'sha suyak sichqonchasi deymiz. Alohida bo'lib chiqib ajrab qolgan. Mana osteofit o'sgan, bunda suyak alohida bo'lib ajrab chiqmas. Osteofit uzilib, suyak bo'g'im sichqonchasini hosil qiladi. Subxondral skleroz va kistalar. Mana kista mana bu joy ochilib qolganda ichiga bo'g'im suyuqligi to'lib kistani hosil qiladi. Xo'p, endi davo. O'zi biz video darslarda ko'p davosiga e'tibor bermaymiz, chunki bunga qarab davolash hozir kimdir bunga qarab davolanishga harakat qilishi mumkin. Qisqacha tushuntirib o'tamiz, qaysi mexanizmda davolash kerak. Bunda asosan birinchi non-medikamentoz davodan lifestyle changing, ya'ni hayot tarzini o'zgartirish va to'g'irlash, mashqlar qilish, vaznni nazorat qilish va kamaytirishlar. Og'riq uchun yallanishga qarshi nosteroid preparatlar acetaminofin. Xondroprotektorlar, tog'ayni himoya qilish uchun glyukozaminasulfat va xondroitin sulfatlar. Og'riq kuchli bo'lsa, intraartikulyar, bo'g'imning ichiga glyukokortikoid ham yuborish mumkin. Juda og'ir holatlarda jarrohlik, bu artroplastika yoki protez qo'yish bilan ketishi mumkin. Demak, asosiy mavzuyimizning mohiyati shundan iborat edi. Davosi uchun alohida o'zlaring izlanib yoki farmakologiya kitoblaridan qidirib, o'qituvchi bilan maslahatlashib, keyin davolanishini o'rganinglar. E'tiboringiz uchun rahmat. Ilm olishdan charchamang.